Ilm musulmon kishining hayotdagi asosiy maqsadlardan bittasi bo'ladi. Bu ayrim odamlarda tushunchasida edaqa bo'lib, bekor qolganda qiladigan, pensiyaga chiqqanda qilinadigan, haligi ishlardan bo'shab qolsa o'qiladigan, qilinadigan ish emas ilm talabi. Yana qaytarib aytamiz, ilm talabi musulmon kishining hayotdagi asosiy nimasi bo'ladi? Maqsadi bo'ladi. Ali roziyallohu anhu aytadi: "O'g'lim, ilm moldan yaxshi. Chunki ilm seni qo'riqlaydi. Sen esa molni qo'riqlaysan." Moli davlatni to'plaganlar tirik holida o'lib bo'lishgan. Ammo ilm egalari esa o'zlari o'lib ketsa ham ularning zikrlari odamlarning tillarida. Ilm moldan yaxshi. Mol sarf qilgan sari ozaysa, ilm sarf qilgan sari ko'payadi.